Assalomu alaykum hammaga. Hurmatli bizni kuzatuvchilarimiz, podpischilarimiz. Boshlagan ishimizni yakuniga yetkazdik. Ish jarayonlarini videoga, suratga ola olmadik. Shu sababli hammadan uzr so'raymiz. Mana ko'rib turganimizdek Google joyimizga hop to'xinimizni joylashtirib berdik. Ko'rib turganimizdek juda ham chiroyli ko'rinishda chiqdi. Gazirlarni takoy bagat yapaverdik. Pastki shkafimizga moykani qo'yishga moslashtirib yutganmiz. Ko'rib turganimizdek montajlarni qilamiz. Hop moykamiz tepasiga takoy polkalar tushirib berganmiz. Bu tomonimizga ham ko'rib turganimizdek kattagina ground shkaf qo'yganmiz. Moykamiz yoniga kichkina g'alaboncha joylab turib, hop tagini shkaf berganmiz. Hop ko'rib turganimizdek batga gazimizni joylashtirgan o'rin tashlab ketdik. Tagiga do'xobga miniket joylashtiramiz. Tepaga zontigimizni o'rnashtirib beramiz. Hop zontigimiz yoniga bu yoqdagi biroz kichkina shkaf joylab berdik. Hop do'xobkamiz tagiga shkaf chiqaverganmiz. Hop buni yoniga burchakka takoy reshenya qilib ketganmiz. Bemalol ichkariga ancha-muncha ish-to'g'rilarni joylab olsa bo'ladi. Hozir bemalol do'stlar bor. Hop albatta burchagimizni ham bir xil ko'rinishda qilib berganmiz. Shkafchilar qilib. Bu yonimizga tabiiy albatta katta shkaf tushirib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita polka 3 etajdan iborat. Eng chekkamizga ham chiroq polka, chiroq shkafcha tushirib berdik. Hop, bu yerga ham bitta g'alaboncha tushirib berganmiz tortma. Tortmamizni tagiga mana to'ji shkaf turganimizdek ancha-muncha ish-to'g'rilarni joylashtirib olsanglar bo'ladi. Mana ko'rib turganimizdek. Bu yerga xalatzeligimizni moslashtirib berdik. Ko'rib turganimizdek tagiga podolni qilib, xalatzeligimizni pastiga agromga mana shkaf tushgan. Katta matbazon tog'alar shunga o'xshagan buyumlarni qo'yishinglar mumkin bemalol. Hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli bizni ashaddiy klientlarimiz, kimga shunaqangi chiroyli ishlarimiz kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni pastda yozib qoldiramiz. Ko'rib turganingizdek Mebel Expandga murojaat qilsalaring, nafaqat ko'xinni borasida, balki boshqacha turdagi mebellar kerak bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Sizlar xohlagan stilda, sizlar xohlagan svetinglarda bemalol ko'ngillarningdagidek qilib, chiroyli qilib beramiz inshaalloh. Qolgan viloyatdan ko'rib turganlar bo'lsa ham barcha viloyat yoki Moskva, Qozog'iston, Qirg'iziston qayerdan ko'rib turgan bo'lsalaring ham hop podpiska qilib kommentariya qo'yinglar. U tomonlarga ham inshaalloh dastlabkilarimizni yo'lga qo'yamiz. Podpiska qilishda to'xtabinglar. Hammaga omad. Bom!